Men Mahamadjanova Feruza, Faberlik kompaniyasida 6 ta katalogda direktor bo'lishlik, bitta ishlagandagi planini sizlarga chizib ko'rsatmoqchiman. Buning uchun biz uje boshlaymiz. Hozir bizning oldimizda 9-katalog ish faoliyatini boshladi, to'g'rimi? Shu 9-katalogimizni bizning birinchi katalogimiz deb hisoblangan holatda hozirgi planimizni sizlarga tuzib beraman. Buning uchun biz yozishni boshlayman. 9-katalogimiz bizning birinchi katalogimiz, bizning planimiz bo'yicha hisoblanadi. Va yozishni boshlayman. Biz birinchi katalogda qo'shildik komandamizga, ya'ni 9-katalogda biz birinchi katalogimiz hisobida shu kompaniyaga a'zo bo'ldik va kompaniyaga a'zo bo'lib 50 balli zakaz urdik. Bu bizning birinchi katalogimiz hisoblanadi. Va birinchi katalogda qiladigan ishimiz bitta dona novichok taklif qilish va unga ham 50 balldan zakaz urish. Shunda biz birinchi katalogimizda 50 ga 50 ni qo'shsak 100 ball qilib kompaniyada 9-katalogda biz 3% ga chiqib olamiz. 3%imiz birinchi katalogimizda amalga oshirildi hisoblanadi. Va endi keyingi ikkinchi katalogimizga o'tamiz. Ya'ni bizda bu 10-katalogga to'g'ri keladi. 10-katalogimizda biz ikkinchi katalog ish faoliyatimizni boshladik. Bunda biz bittali plan bilan ishlaganda o'zimiz bitta novichok yozdiramiz va birinchi odamimizga bitta dona novichok yozishni o'rgatamiz. Bu bizning ikkinchi katalog qilgan ishimiz hisoblanadi. Ikkinchi katalogimizda va yozdirib ularga ham 50 balldan zakaz urib 50 ball aksiyalar va 50 ballda foydalarni ko'rsatib beramiz va komandamiz ob'yomimiz 50, 100, 150, 200 bo'lishini ta'minlaymiz va biz kompaniyada 6% ga chiqamiz. Ishimizni shu tariqasida davom ettiramiz. Biz 11-katalogimiz ish faoliyatini boshladi va bizning 3-katalogimizga to'g'ri keldi. 3-katalogda biz bittali planimizni davom ettiramiz. Birinchi o'rinda o'zimiz bitta odam yozdiramiz. Birinchi olib kelgan odamimizga bitta odam olib kelishlariga o'rgatamiz va ikkinchi olib kelgan odamlarimizga bittadan odam olib kelishni o'rgatamiz. Shunda biz 3-katalogimizda mana olib kelgan konsultantlarimiz soni nechta bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta bo'ldi. 8 ta konsultant bo'ldik. 8 ta konsultantimiz 50 balldan zakaz urishdi. Bizda 3-katalogimizda 400 ball bo'lyapti va biz 6% da qolamiz. 6% dan oshmadik, lekin komandamizni kengaytirib bittalik planimizni amalga oshirdik va shu ishni davom ettiramiz. 4-katalogimiz ish faoliyatini boshladi. Bizda 12-katalogga to'g'ri keladi. 4-katalogimiz va biz 4-katalog ish faoliyatini davom ettiramiz. Birinchi o'rinda o'zimizga bitta odam olib kelamiz. Birinchi olib kelgan odamimizga bitta odam olib kelishlarini o'rgatamiz va har ikkinchi olib kelgan odamimizga bitta odam olib kelishlarini o'rgatamiz. Har bitta konsultantlariga birinchi odamingiz ham o'rgatadilar. Ular ham shu plan asosida ishlaydilar. Ular olib kelgan ikkinchi konsultantlar ham 4-katalogda bitta odam olib keladi. 3-katalogdagi odamimiz ham bitta olib keladi. Shunda har biri bittadan novichok olib kelyapti. Bunda bizning komandaviy ballimiz oshib boradi. 8 ta odam edik. 8 ta odamimiz 16 ta bo'ldi. 16 ta odam 50 balldan zakaz urganda, biz 50 balldan urganda 800 ballga erishdik. 800 ball esa bizda 9% oshig'i bilan amalga oshiriladi. Demak, 12-katalogda bizning 4-katalogimiz ish faoliyatini boshladi va biz 9% ga chiqdik. Biz direktorstvoga 6 ta katalogda chiqishimiz kerak edi. Ahamiyat beramiz. 1, 2, 3, 4 ta katalogimiz o'tdi. Ya'ni 2 katalog muddatimiz qoldi va biz hozirgi planimizni davom ettiramiz. Va har biri bittadan odam olib kelish planini har biriga qizimizga chizib berganmiz. Bu planni har birlari bajarishlarini nazorat qilamiz. Har bitta konsultantimiz bittadan odam olib kelishlarini va ularga 50 balldan zakaz urishlarini o'rgata olishlarini ta'minlaymiz va bizning komandamizda necha ball hosil bo'ladi? 8 ta edik, 400 ball bo'ldi. 16 ta bo'ldik. Hozir 12-katalogda 4-katalogimizga to'g'ri keldi va biz 9% ga chiqdik. Bunda bizning komandamizda 16 ta konsultant bo'lgan edi. Endi biz 13-katalogda hozirgi bittalik planni davom ettirdik va komandamiz bilan 5-katalogimiz ish faoliyatini boshladi va biz 32 taga konsultant bo'lishga erishdik. 32 ni 50 ga ko'paytirganimizda bizning komandaviy ballimiz 1600 bo'ldi va biz 15% ga sakrab oldik. 15% ga chiqdik. Endi biz 14-katalogda, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6-katalogimizning ish faoliyatini boshladik. 6-katalogda har birlari bittadan odam olib kelishlarini ta'minlaymiz. Shunda 32 ta odamimiz 64 taga aylanadi. 64 taga aylanganda 64 ta konsultant
pasportimiz 50 balldan qilganda 3200 ball qildik va biz o'zimiz erishmoqchi bo'lgan maqsadimizga erishdik. 6 ta katalog davomida biz 3200 oshig'i bilan direktorlik unvoniga chiqdik. Hammangizga shunaqangi plan bilan ishlashingizni va tez orada direktorlarimiz qatorida bo'lishingizni tilab qolamiz.